Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Chaqqon santeriklar navbatdagi obyektni ham sinovdan o'tkazib, mana topshiryapmiz, xudo xolasa. Rashpak pastda qolsa xalaqit beradi degani uchun mana rashpakni belgilab qo'yildi. Militar rashpakimiz. Radiator sistemamiz mana hozir ishlayapti. 45 Gidetda 48lar 45 dan ortiq oshiqroq ketyapti. Qaytish ham xuddi shu. Bir xilda ketish. Topli polimiz endi ish boshladi. 48-47 topli bo'lib ketyapti. Qaytish 30. Chunki hali beri pollar sigani yo'q. Mana ishlayapti. Katolimiz mana ishlar jarayoni. Kitoblardan aylanib chiqib ketyapti hozir mana. Piyonishi. Mana shu holati katolimizni xokani yoqyapti hozir. Mana bu esa xokamiz. Oddiy xoka. Bunkerdan tutun chiqmasligi uchun maxsus rezinkalar qo'yilgan. Qopqoq krishkasi plotni yopiladi. Mana hozir ishlayapti. Mana miyasi. Hozir mana diqqatga qo'yilgan. Hozir mana bu yerga mana shlankasini olib qo'yamiz. Bunun ichiga havo berish uchun shlanka tayyorlangan. Oddiy turbadan chiqib bordik. Nomdagi obyektimizda sevimli chiqarilgan. Kimga shunaqa katyo'llar zarur bo'lsa, bu hozir 300 kvadratlik katyo'limiz. Bemalol murojaat qilasizlar, xudo xolasa. Garantiyali ishonchli katyo'llar.